Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelimizni ustroka jarayonini tugatdik. Ushbu mebelni Quva tumani Yangi Obod degan joyga ustroka qildik. Joyimiz общий holatda bu yog'i 3,5 metr holatda bo'ldi. Bu tarafi 285 holatda bo'lgan. Parnis qo'ygamiz. 2 metr holatda bu yoqqa o'sib chiqqan. Boshdan oxirigacha holatda. Bir pagana metri 2 million 100 ming so'mdan bo'ldi. Общий holatda 13 million so'mga mebelimiz tayyor bo'ldi. Texnikalari yo'q. Bizda barniz stoka, mo'kalari, sushilka, patnuslari bo'ldi. Bizda shu narsalari bo'lgan. Mo'kamiz, semisitel, har doimgidek sushilkasi bo'lgan. Bunaqa saldachalarni ham qo'yib qo'yganmiz. Barniz qo'yganimizda idish bunaqa meva soladigan ham kattasida 3 talik. Bu yerga mana saldachalar qo'yib, chiroyli qo'ygan, chekalarini palqronka qilib. Yana har doimgidek ish, o'rtasi granit bo'lgan, 60 ga 60 lik. Rossiyskiy stolishnica, plyuslar bo'lgan. Hammasida endi polkalari bor. Mo'kadan tashqari. Burchaklarimiz ham polkalari bor. Bu burchagimiz ham polkasi bor. Chekalariga bunaqalarni qo'yib qo'yganmiz. Temirlarini, alyuminlarini. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib yasab, ustonovka qilib beramiz. Barniz to'lgamiz ham to'liq holatda kelyapti. Bu joydan bu yoqqacha butun holat takliflarimiz shu bo'lgan. Tayyorlarni ham o'rab qo'yganmiz laminat bilan. O'zi temir noshkada ko'tarib turibdi. Mabodo bu tagiga suv kirib ketgan taqdirda ham mebel hech narsa bo'lmaydi, turaveradi. Chunki mana bu noshkamiz yerga tegib turmaydi, 1 sm ko'tarilib turadi. Tagida 12 sm temir oyog'imiz bor. Bu tagida laminatini 11 sm ga esib qo'yganmiz. Mo'kasi gazlarini santeyni ulab beradi. Biz ochib orqalarini tayyor qilib qo'ydik.